2026-yilda eng oxirgi kelgan Rayan ipak matolarimizdan sotuvda keldi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli rasvetkalardan keldi. Mana bu birinchi rasvetkamiz. Ularni eni 1,5 bo'ladi. Havoni rosa zo'r o'tkazadigan materialimiz. Mana bu ikkinchi rasvetkamiz. Rayan ipak materialimizdan juda chiroyli chiqqan rasvetkalarni maza qilib kelsanglar bo'ladi. Ulardan dvoykalarga, hijob fasollarga, namadniklarga rosa chiroyli chiqadigan material. Yana bir chiroyli va neobechniy rasvetkalarimizdan. Mana ko'rishingiz mumkin, Rayan ipak matosi bo'ladi. Yana bir chiroyli va neobechniy rasvetkalarimiz. Mana bu orqa tarafi. Mana bir eng chiroyli va hadovoy sotib turgan rasvetkalarimizdan. Mana bu gulimizni ham ko'rishingiz mumkin, rosa hit sotib turgan matolarimizdan. Bir trendda sotilib turgan rasvetkalarimiz. Juda chiroyli chiqqan. Yana o'sha eng hit sotib turgan gullarimizdan ham yana paltor keldi. Bu tugab qolgan edi. Yana keldi, uspit qilib olib qolsanglar bo'ladi. Bir chiroyli rozoviy rangdan ham sotuvda bor. Xarid qilsanglar bo'ladi bemalol. Ularni Optimga rulolmoqchi bo'lgan klientlarimizga narxlarini kelishtirib beramiz. Do'konimiz Abu Saxiy Uyg'ur material bozori 5-qator F19-do'konda. Do'konda hammani kutib qolamiz.